Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida xorijdan olib kelingan katta miqdordagi giyohvandlik vositalari to'xtatib qolindi. Jumladan Bangkok, Sharja, Toshkent avia yo'nalishida mamlakatimizga kelgan 1994-yilda tug'ilgan Qozog'iston Respublikasi fuqarosining qo'l sumkalari Toshkent xalqaro aeroportida tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada 8 dona turli xil shirinliklar paketlari va 5 dona plastmassa idishlar ichida jami 4,4 kilogramm mefedron sintetik narkotik moddasi borligi aniqlandi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, internetdagi narkodo'kon boshqaruvchisi topshirig'iga ko'ra, ushbu ajal og'usini poytaxtdagi mehmonxonalardan birida Yangiyo'l shahrida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan shaxsga bergan vaqtida u ham qo'lga olindi. Tekshiruv jarayonida mahalliy fuqaro yonida pnevmatik pistolet borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.